David International School'da paydo bo'lishining eng asosiy maqsadi bu yoshgina qizaloq yoshligida orzu qilgan o'quv markazim bo'ladi. O'quv markazimga Step Up Academy deb nomlayman. Mani o'zimda ham qadriyatlarim bor-da, kriteriyalarim bor. Men tanlagan o'qituvchi bunaqa bo'lishi kerak. Uni ish faoliyati mana shunaqa bo'lishi kerak. Kamida 5 yil, 6 yil ishlagan o'qituvchi sertifikatlariga albatta qarayman. Barchaga assalomu alaykum. Mana biz hozir David International School maktabidamiz va biz David International School maktabining direktori Nargiza opaga yuzlanmoqchimiz. Chunki ularga savollarimiz bor. Xush kelibsiz Nargiza opa. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz o'zingiz maktabingizga. Siz ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Negadir shu Nargiza opamni ko'rsam, tabassum yuzimizda. Не за то, что ular meni zemlagan. O'zi umuman insoniy jihatdan ham, direktor sifatida ham, bolalarimizni ham fikrini eshitganimizda siz haqingizda juda ham ijobiy va iliq fikrlarni eshitganmiz. Xo'p, maktab bo'yicha savollarimiz bor edi. Biz sizga bir qancha savollarni tayyorlab kelganmiz. Sevaraxonda ham savollar bor, ha? Birinchi siz boshlaysizmi yo men boshlayman? Siz boshlay qoling. Siz boshlab qoling. Siz boshlay qoling. Don. Siz boshlay qoling. Endi bitta ikki kishi ekansiz oramizda. Yo, savol bering birinchi, keyingi men beraman. Xo'p, endi bitta savolda bir nechta savol bor ekan. Punktlari bor ekan. O'qib beraman. Endi qisqa lo'nda qilib o'zingiz tushuntirib bersangiz. Shu maktab missiyasi haqida, David International School tashkil qilish g'oyasi qanday paydo bo'lgan va maktabning asosiy maqsadi nima? Shu savoliga javob bersangiz va yana qo'shimcha savol berib yuboraman keyin. Xo'p. David International School'da paydo bo'lishining eng asosiy maqsadi bu yoshgina qizaloq yoshligida orzu qilgan o'quv markazim bo'ladi. O'quv markazimga Step Up Academy deb nomlayman. O'quv markazimda kelajakda zo'r o'quv markazlaridan bittasi qilaman degan maqsad bilan asosan boshlangan bu maktab. Va katta bo'ldim, maktabda ishladim, kollejda ishladim. O'sha vaqtda to'garaklarimni shu nom bilan ishlatishni boshladim. Sekin-sekinlik bilan uyda qo'shimchalar o'tganman ingliz tilidan va 2018-yilda kichkinagina o'quv markazi ochganman. Kichkinagina o'quv markazim keyin katta o'quv markaziga aylangan. Shu bilan birgalikda keyin maqsad ota-onalarim menga sababchi bo'lgan. Nargiza opa, nima uchun maktab ochmaysiz? Bizning bolalarimiz mana bu maktabga boradi, bu maktabga boradi. Keyin kechki vaqtda sizga o'quv markaziga keladi. Biz charchab ketdik. Xo'p, o'shani o'qituvchini o'zini bilimi yetadi-ku. Bo'ldi, o'sha maktabda o'zida 5 gacha o'qitib o'rgan deganimda, yo'q, biz ko'nglimiz to'lmayapti. Siz maktab ochsangiz, sizni maktabingizga o'tkazardik degan ota-onalar menga nima desam, motivatsiya bergan, ishonch bergan. O'sha ishonchdan keyin men o'ylaganman, demak, men maktab ochishim kerak. O'zimda o'quv markazimda bolalari uchun deb qaror qilganman. Va buni zamirida kunlar, mashaqqatlar. Oson emas, oson bo'lmagan. Shunda maktabning asosiy maqsadi nima deb maktabimizning eng asosiy maqsadi shu bolalarga yaxshi ilm berish, ilm bilan birgalikda chiroyli tarbiya berish, o'zbek qadriyatlarini ushlagan holda, saqlagan holda. Chunki bilasizmi, baribir o'zbek qadriyatlarini o'zimizda, oila qadriyatlarini saqlab qolish bu eng katta muhim bo'lgan narsa. Shu narsalarimiz ko'p yo'qolib ketyapti. Biz yevropeyskiy maktab ochganim bilan bu narsani ham prostaga qoldirib ketmaganman. Birgalikda chambarchas olib ketyapmiz. Maqsadim shu bo'lgan. Mana qarang, bugungi ta'lim tizimida eng katta muammo nimada deb o'ylaysiz? Aslida uni juda ham katta-da. Uni hozir bitalab aytib chiqadigan bo'lsa, Nargiza sayratsangiz soatlab vaqt ketadi-da. To'g'ri. Tugamaydi. Endi ta'lim tizimidagi qaysidir kamchiliklarni aytaman. Bu yerda ozgina ota-onalarimiz ham aybi bor. To'g'ri. Ozgina emas, ko'proq qismi ota-onalarimiz. Davlatimiz ustozlarni, hammasi pedagoglarni tayyorlayapti. Institutda bir xil. Hamma pedagog bitta institutda borib tayyorlanar. Masalan, Milliy universitetda, jahon tillarida, nizomiyda. Bilim daraja hammaga bir xil beriladi. Faqatgina o'qituvchini yomonlab ko'p holda qolyapmiz-da. Lekin aslida ko'proq ota-onaga bog'liq bu narsa. Ota-ona bolalariga ko'proq mehr berishga vaqti yo'q. Kechgacha ishlaymiz, buni tan olishimiz kerak. Kechqurun 7 gacha ishlab, charchab kelganingizdan keyin vaqtingiz yo'q. Mana qayerdan ta'lim
tizimi oqsoqlanyapti. Biza ota-onalar faqat o'qituvchiga ishonib qo'yamiz. Xohlaymiz faqat shu bo'ldi, o'qituvchiga topshirdik bo'ldi. Mana pulini to'layapmiz-ku, masalan, частный maktabda nazarda olib tursak, pulini to'layapmiz-ku, bo'ldi. Endi hammasini o'qituvchi qilishi shart. Nima qilmasa o'zlari qilsin deb hamma yukni maktabga, o'qituvchiga yuklab qo'yilgan. Lekin bu xato. Xohlaymizmi yo'qmi, olmani tagiga olma tushadi degan gap bor. To'g'ri. Shu uchun ota-ona biz bilan birgalikda ishlamasa, yaxshi natija qiyin. Mana shu narsani ko'proq ota-onalarga ta'kidlash kerak. Haqiqatan ham o'sha bolasini, farzandini xususiy maktabga olib kelgan ota-onalarda shunaqa tushuncha bo'ladiki, bo'ldi, bolamiz shu topshiramiz, ertalab soat 8 dan kechqurungi 5 gacha bizga mazza deydi-da. Keyin undan keyin ham baribir pulni to'layapmiz-ku, o'qituvchilaring o'rgatmayaptimi degan narsani shu aytganingizdek ko'pchilik ota-onalar o'sha maktabga yuklab qo'yadi. Bu mana Nargiz opam aytdilar, bu noto'g'ri, hurmatli ota-onalar. Hattoki bizga ham hozir Nargiz opam aytdilar, bola bilan gaplashinglar, suhbat qilinglar, erinmanglar, hech bo'lsa 15 minut, kamida 15 minut. Yana bitta narsa mana yangi bu naqada Sevara aytdi, что hamma bolalar meni kelib quchoq. Nima uchun? Aslida ularga mehr yetmayapti. Tushunyapsiz-a? Uydan mehr ko'rmayapti. Albatta, uydan mehr ko'rmagandan keyin ular kimdan ko'radi keladi-da? Bu yerda ustozidan, mandan o'sha mehrni olyapti. Ona o'rnida ko'rib, yetkiza olmagan narsasini bizdan olishga harakat qilyapti. Ko'rdingmi? Shuning uchun men ham nima uchun ko'chaga ko'p siz prichon. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, David International School nimasi bilan farq qiladi? Boshqa maktablardan. Boshqa maktablardan nimasi bilan ajralib turadi? Va mana oddiy maktablarda uchramaydigan qanday yondashuv bor? Fishka bor. Xo'p, hamma maktablar bilan bir xil maktab. Olib qaraganda, bizlar ham ingliz tiliga ixtisoslashgan, matematikaga ixtisoslashgan maktabimiz, lekin men asosan urg'uni soft skilllarga qarataman. Chunki bizda hamma mana hard skill bor, soft skill bor. Ozgina tushuncha berib ketay. Mana hard skilllarga bizda hamma predmetlarimiz, matematika, angliyskiy hammasi kiradi. Lekin hozirgi endi bundan buyog'iga zamonaviy yana 5 yil, 10 yillikda trendga chiqadigan kasblar bo'ladi. O'sha trendga chiqadigan kasblarga bizdagi hard skilllar emas, bizga soft skilllar yordam beradi. Soft skilllarga mana biz IQsi zo'rda, IQsi zo'rdani bilamiz. U IQ bu bittagina qismi. Uning ichida emotional intelligence bor, EQsi, oratorskiysi bor, bolani notiqlik san'ati, keyin tartib intizomga rioya qilishi, bular hammasi soft skillga kiradi. Soft skill rivojlangan, zo'r bo'lgan bola mana bu hard skillni rivojlantirish uchun soft skill kerak. Soft skillni rivojlantirish uchun har ikkalasi bir-biriga chambarchas bog'liq. Tushundim. Ko'p holda bizda nima qilyapmiz? Faqat matematika, ingliz tili zo'r bo'lsin. Mana bu yoqqa ishi yo'q-da. Buni ingliz tilini zo'r qilish uchun notiqlikni rivojlantirish kerak-ku. To'g'ri. To'g'rimi? Ingliz tilidan yaxshi natija qilish uchun bolaga tartib intizomni o'rgatishimiz kerak-ku. Tartib intizomni o'rgatmasak, sen ertalab mana bu vaqtda turasan, keyin mana bu ishni qilasan, keyin buni qilasan deb o'rgatmasak, bu qanday qilib tilda yoki matematikada yoki kimyo biologiyada yaxshi natija qiladi. To'g'ri. Bizda ko'proq ota-onalarimizda upor bitta tarafga bo'lib qolyapti-da. Mana bu yoqqa ketyapti. Lekin kelajakdagi kasblarning hammasiga bizga bu chast ko'proq yordam beradi. Demak, bemalol ayta olasizki, bu maktabda bizda fishka mana shu narsaga. Chunki imенно mana shu fishka orqali bizda o'zimizda avtorskiy darslarimiz bor. Life management degan, Global Press bu faqat 7-sinfdan yuqori bolalarga qo'yganmiz. Buni o'sha Cambridgeda o'qib kelganimdan keyin o'zim rejalashtirganman. Masalan, life management darsimizda 4 ta ustoz olib boradi haftada. Psixologiya ustoz olib boradi, finansiy tarafdan o'rgatadi, imенно soft skill darsi ham bor uning ichida. Tarbiya darsi. Tarbiya ham alohida o'zimizda rahbariyat tomonidan o'tilinadi. Tarbiya ham, moliyaviy savodxonlik ham hammasi rahbariyat tomonidan o'rgatilinadi. Faqat bu fanlar 7-sinfdan keyinga. Keyin Global Press degan darsimiz, u ham juda ham qiziqarli, bolani dunyo qarashini kengaytirib beradi, bolani oratorskiy mahoratini
oshirib beradi. Bu darslar ham 7-klassdan yuqori sinflar uchun. Ular u yerda yozishni ham o'rganadi. Inshoolloh yozadi. Insholarni prezentatsiya qilishda o'zim qabul qilib olaman. Biz bu haqda bilmagandik mana. Endi bizlarda fishka mana shu deb ayta olaman. David Schoolda o'qituvchilar qanday saralanadi? Saralanishi qay darajada va qanaqasiga? Bilasizmi, endi qaysidir ma'noda meni o'zimda ham qadriyatlarim bor-da, kriteriyalarim bor. Men tanlagan o'qituvchi bunaqa bo'lishi kerak, uni ish faoliyati mana shunaqa bo'lishi kerak, opitlarini hisobga olaman. Kamida 5 yil, 6 yil ishlagan o'qituvchi sertifikatlariga albatta qarayman. Lekin ko'proq e'tiborimda shunday men bilan gaplashganda men o'zim o'qib olaman. Job intervyu qilaman. O'zing bilib olasiz. O'zim bilib olaman. Uni gapirishidan, u mana o'quvchilarimga nima bera oladi? Men bu o'qituvchidan nima kuta olaman? O'sha sezaman. O'shanga qarab tanlayman. Mana maqtamoqchiman Farangiz Nejmeyevnani. Menga Umarbek keldi, aytadiki, "Mama, если с Фарангиз Nejmeyevna что-то случится, умрет, я не выдержу". Это, я не выдержу, мне будет плохо, deydi, dema. Hayron qoldim, men onayman Farangiz Nejmeyevnami? Shunchalik shu darajada. Aytadi, вот я Farangiz Nejmeyevna вот и массаж сделаю, deydi, все сделаю. Shunchalik mehr qo'ygan, men lekin kutmagandim, to'g'risi. Demak, siz u ishga olayotgan paytingizda uni nafaqat bilim darajasi, o'sha pedagoglik qobiliyati ham muhim. Pedagoglik qobiliyati, oratorskiy mahorati, hamma taraflama. Mana o'zimga o'xshaganni qidiraman. Menga kelganda, menga ko'p savol beradi. Nargiza, siz buncha energiyani qaydan olasiz? Qanday ulgurasiz? Bunga ham oilangiz boshqa. Men o'shanda aytaman, men qildimmi? Demak, men olgan o'qituvchi ham shunaqa ishlash kerak. Yo, mana qanaqadir ham o'qituvchilarda bu maktabda mehr bor-da, o'quvchilarga faqat pul uchun emas, faqat bo'l ishimni bajardim, ketdim emas-da. Shunaqa. Shu qo'shimcha Luiza Rafikovdan ham olaylik, shu qo'shimcha gaplashishlar bolalar bilan Farangiz Nejmeyevna hamma o'zini kasbini yaxshi ko'radiganlar. Ular o'sha erinmasdan bola bilan gaplashishlariga men qoyil qoldim, chunki ko'pincha o'qituvchilar bo'ldi, darsim o'tdim, xayr bolalar deb ketib borgisi keladi-da, ko'p gapirgisi kelmaydi. Tushunaman, oson emas, lekin ular mehrini ko'rib men lekin qoyil qoldim. Bilasizmi, mana xodim olganda ba'zida men ham adashib qolaman. Bo'ladi hammada albatta. Xodim olganda u xodim o'zini diskomfort his qiladi-da. Mana bizlar talabimizga to'g'ri kelmaydi. Sekingina o'zi chiqib ketadi. Tushunib oladi. O'zi tushunib oladi. Chidaydigani, yaxshi ishlaydigani, energiyasi ko'p, bo'ldi. Men mana shu yerda gullashi uchun, bolalarni rivojlanishi uchun, o'zim salohiyatli o'quvchilarni tarbiyalash uchun o'z hissamni qo'shaman degan xodimlar qoladi. Demak, fidoyilikka qaraysiz-da. Albatta, birinchi o'rinda o'sha narsaga qarayman. Keyingi savolga o'tamiz. Darsdan keyin qanday mashg'ulotlar mavjud? Darsdan keyin deganda 3,5dan keyingi nazarda tutilyapti shekilli, to'garak darslari. Mana boshqa maktablarga kam uchraydigan imkoniyatlaringiz demoqchi-da endi bu yerda. O'sha ikkita savol bitta qilib javob bersangiz ham bo'lar ekan. Endi masalan, bizda o'zi mana bu to'garak darslarimiz bor. Men o'ylayman, u boshqa maktablardagidan ajralib turadigan narsa emas. Lekin men ko'proq iskustvoga e'tibor berib turaman. Mana bu nimadirlar to'qishlar, nimadirlar chizishlar. Chunki bolani ijodkorlik mahoratini ham oshirishimiz kerak-da. Majburlamayman. Lekin bolani bilim olayotgan fanidan oqsoqlangan o'quvchilarni men imni o'zini o'qituvchisiga biriktirib prodlyonka qildirtiraman. Qo'shimcha yana o'zini darslariga kiradi. Chunki u oldin bu yog'ini ham to'g'rilab olish kerak-da. To'g'ri. Nima qilaman bolani qiynab? Oldin bittasini eplab olsin, qo'ya qolaman. Bu savolga qisqacha javob bersangiz ham bo'ladi, chunki biz ota-onalar bilamiz. O'quvchilaringiz qanday yutuqlarga erishyapti? Xalqaro sertifikat yoki olimpiada natijalari bormi? Albatta, juda ham da. Yutuqlarimiz ko'p, sertifikatlarimiz, IELTS natijalarimiz, xalqaro olimpiada natijalarimiz hammasi ko'p. Buni biz ijtimoiy tarmoqlarda yoritib boryapmiz. To'g'ri, to'liq hammasini emas, qo'ldan kelgancha. Agar qiziqadigan ota-onalar bo'lsa, bemalol kelib, har bitta o'quvchini natijalarini o'z ko'zlari bilan ko'rishlari mumkin. Endi misol uchun bizda ham baribir Sultonbek bu maktabdan ancha-muncha sertifikatlar olgan, birinchi o'rinlarni egallagan, juda ham xursand bo'lgan. Hattoki Sultonbek olimpiadaga borgan bolalarga ham oylik ham chiqarib bergansiz.
stipendiya juda ham xursand keldi. Men stipendiya oldim deb. Oy, juda ham xursand bo'lib kelgan. Rag'batlantirish. Ha, va u hattoki ukalariga narsalar ham olib bergan, chunki xohlagan, mana ukalarimga narsa olib beryapman. Mana onajon siz meni 8-marta kelyapti, sizga ham mana sovg'a olmoqchiman degan anularim. Mana yaxshi ekan. Qarang, siz ham chiroyli tarbiya beryapsiz ekan. Demak, pulini siz bilan bo'lishib ishlatyapti. Bu ham qarang, qaysidir ma'noda o'qituvchisi aytgan bo'lishi mumkin, tayinlagan bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda siz chiroyli tarbiya bergansiz, bola to'g'ri yo'lda. O'sha kuni telefon qildi Sevarmanga, o'sha kuni ayolim telefon qildi. Bu stipendiya olib kelibdi, lekin stipendiyasini anaqa ishlab tashlayapti. Ukalariga, menga bir narsa, men buni urishdim, ana yig'gin deb aytdim, yo'q, stop dedim. Erkak kishi oilasiga, aka-ukasiga, onasiga topgan pulini o'sha 80%, 90%ni o'sha bo'yniga olib qilish kerak. Bu hozirdan demak unga to'g'ri ketyapti. Sen noto'g'ri gapirding. Bersinlar. To'g'ri. Endi men uni shu onalashdi, olimpiadasiga yig'sin dedim. Keyin sen yig'qin pul deyman deb bu. Bolangiz chiroyli tarbiya topadi. Yig'ish o'rgangan ham yaxshi. Bu yig'sa bu barakali bu. To'g'ri, lekin baribir o'sha ikki kishida har doim bo'lishi kerak-ku, bu ziqnalik bo'lib qolish kerak emas-da. Albatta, qo'li ochuvlikni hozirdan o'rgangani yaxshi. Ertaga sizga yosh katta bo'lib pul toparmon, tutarmon bo'lib ketganda balansni biladi, berish kerakligini his qiladi. Ertaga 80 kirgan paytimizda bolam doriga pul ber degan paytingda men pul yig'ishim kerak, ona desa bo'lmaydi-da. O'zingiz o'rgatgansiz. O'zingiz o'rgatgansiz. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Maktabda o'quvchilar xavfsizligi qanday ta'minlangan? Tibbiy nazorat yoki psixolog yordami mavjudmi? Albatta tibbiy yordamimiz ham, mesestramiz ham bor, psixologimiz ham bor. Psixologimiz katta ketib ayta olaman, juda ham yaxshi, opti bor, tajribali psixologlardan. To'g'risini aytsam, ba'zida o'zim ham maslahat olib turaman. Ey bu yoqqa kel, menda mana bunaqa energiyam qolmayapti. Menda nima xato ketyapti? Malakali psixologlar bor. Da, tajribali. Xavfsizlik bo'yicha, texnik tomonlama. Hamma taraflama xavfsizlikni ta'minlaganmiz, охранаlarimiz, qo'riqlash tizimi, videokamera hammasi bor. David School'ning kelajakdagi rivojlanish rejalari qanday? Yangi filiallar, yangi yo'nalishlar ochilish niyat bormi? Albatta, hozirgi kunda xudo xolasa bog'chamizni ochyapmiz. Aslida bog'chamizni ochishimizga ham ota-onalarimiz o'zi bizaga yelkadosh, g'oya berishgan. Nargiz kichkina bolam qayerga boradi, boshqa bog'chaga boryapti, davay oching, men o'zingiz tarbiyalang, maktabingizga o'zingiz chiqaring degan ota-onalarni motivatsiyasiga tayanib bog'cha ochyapmiz. Endi chiqyapti, sekin-sekinlik bilan bilasizlar, endi filial ochish ham bu hammasi moddiy tarafdan oson emas. Lekin qoyil qoldik sizga. Shu, men hozir to'g'risini aytsam, filial ochishdan ham ko'ra, mana shu maktabda o'zini yanada rivojlantirib, albatta. Aytdim, eng yaxshi maktablardan bittasi darajasiga chiqarish. Kerak bo'lsa, menga Yunusoboddan ham, viloyatdan ham hammasi o'qimoqchi bo'lsa, men shu yerga kelaversin. Men shu yerda o'zida o'qitaman. Shu darajaga chiqaray, ertaga bolalarni bilimini test qilib oladigan darajaga chiqarish. O'sha kungacha men chidamayman, uxlamayman. Ilohim niyatingizga yetman. Buni juda xohlayman, chunki men baribir ham bu maktab ochilganda uyimizga yaqin edi. Ilohim shu maktab zo'r bo'lib ketsin. Hamma faqat shu maktabga intilsin degan g'oyalar fikrlamanda ham o'tardi shunchalik. O'tgan yili biz yilda oxirida 29 ta o'quvchimiz bilan xayrlashganmiz. O'z xohishim bilan hamma menga voy nimaga bunaqa qilyapsiz? Keling, unaqa qilmang, bu biznes-ku. Yo'q deganman. Hozir bu 29 ta bilan xayrlashmasam, bular meni keyingi yil bundan orqaga ketadi. Bunaqa narsa ko'payadi. Bizda bunaqa xayrlashib turishlarimiz tez-tez bo'lib turadi. Biz chasni ekanmiz, yo'q o'qitishimiz kerak ekan emas. Buni bizda o'qigan bolalarimiz biladi. Shu darajaga aytayapman, o'quvchi navbatda turishni xohlayman. Meni orzuyim shu. Filial ochishdan ko'ra orzuyim. Esimda mana Sultonbek bilan o'qiganmi, yo pastroq sinfda o'qigan bola, bitta sho'x bola kelgan ekan, bolachalar urgan ekan, keyin u bola yo'qolib qoldi. Menimcha o'sha bola bilan shunaqa u bilan ham xayrlashganmiz. 3-sinfga kelgan. Da, shunaqa bo'ladi. Ilohim niyatingizga yeting. Men ham shu biroz shu biznesdan xabarim bo'lgani uchun avval o'sha birinchi o'sha mehr qo'ygan направлениеңizga urg'u berib, uni kuchaytirib, keyin filiallarga o'tish kerak deb o'ylayman. Lekin bog'cha haqida eshitib xursand bo'ldik.
men o'ylaymanki siz buni ham eplaysiz, tajribali. Bog'cha opalarini qo'yib, lekin nomi juda ham yoqdi menga, Davidjon. Erkalab. Davidjon. Zo'r. Buni ham shu o'zbek qadriyatlarimizga mana chet el tizimi, ingliz tili, misol uchun Cambridge sistemasi, lekin o'zbek qadriyatlarimiz saqlangan holda bo'ladi. O'shaning uchun jon bor orqasida. Tushundik. Xo'p, oxirgisi bu shaxsiy savol. Nargiz opamga shunaqa bir takoy salgina qitiqlab o'tadigan savol ekan. Biz kabi mana ota-onalar oldingizga keldi. Bolasini olib keldi. Maktabingizni ko'rib chiqdi deylikdek. Keyin siz bilan pergovorga kiradi-yu oldingizga suhbatga kirgan paytda. Nega sizga savol bersa, nega farzandimni aynan shu David Schoolga berishim kerak deb savol bersa, siz nima deb javob bergan bo'larsiz? Men o'shanaqa degan ota-onalarga birinchi o'ziga mana nima uchun shu savolni menga berganini o'zi просто taka bermaydi-da. O'zi savoliga o'zi javob topayapti. Nega keldi? Menga kelgancha ular nechta chig'iriqdan o'tib, nechta maktabni ko'rib, nechta maktabni rahbarini o'rganib keyin keladi. Keyin o'zi solishtirib yana so'rashi mumkin bo'lib qoladi. Chunki bo'lib qolishi mumkin. Masalan, deylik endi ular Sergeli ko'chgan, hali hech qanaqa qo'shni bilan suhbat qilmagan. Yo'l-yo'liga ko'rib qoldi-da, kirib ko'raylikchi dedi ota-ona masalan keldi, bolasi bilan keldi-da. Sizga shu savol beryapti. Nima uchun shu maktabga berishim kerak? Nimaga savol bersa to'g'ri, o'zi sal g'alatiroq savol. Yo'q, men masalan o'shanaqa masalan siz kirdingiz, menga shu savolni berdingiz, aytaman. Men birinchi o'rinda maktabimizning qonun qoidalari, qadriyatlari, tarbiyaviy ahamiyatga egalik tomonini aytaman-da. O'ylab ko'rish sizniki, xohlasangiz kelib ko'ring. Testni o'qitib ko'ring. O'qitib ko'ring. Yoqmayotgan bo'lsa, hech narsa deya olmayman. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Agar o'qitadigan bo'lsak, xursand bo'laman. Lekin men hech qachon davay keling, bunaqa narsa menda yo'q. Bunaqa qila olmayman. O'sha boya yuqorida aytib o'tganimizdek, bundan oldingi podkastda ham aytib o'tdik. Bu maktab biz kelganimizda ham o'sha osmondagi oylarni va'da qilishmaydi. Lekin amaliyotda hammasini qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Lekin mana Sultonbek o'zi menga aytdi. Ya'ni o'g'lingiz ha, farzandim Sultonbek aytdiki, bu maktabga kelib ingliz tilini tushundim dedi. Endi bilasizmi, ingliz tiliga upor ko'p kuchli bo'lganligi, balki o'zim ham ingliz tili mutaxassisi bo'lganligim bo'lsa kerak. Juda ham qattiq e'tibor beraman. Imminni ingliz tili darsiga, ingliz tilidan olinayotgan testlarga, ingliz tilini qanchada bu kitobni tugatadi, qachon o'tadi, hamma sinfnikini o'zim baribir tahlil qilib turaman. Balki o'sha sohani o'zim mutaxassis bo'lganligim uchun baribir har bir ota-ona bolam ingliz tilini o'rgansin degan ichida xohish bor-da. Shu uchun xursand bo'ldim, aytdiki, shu maktabga kelib tushundim dedi. Shundan xursand bo'ldim. Keyin yana bitta narsani sezganman, mana shu ota-onalarning kelishi, boshqada men bilan gaplashganida birinchi hamma narsani eshitib oldimga kiradi. Agar qadriyati meni qadriyatlarimga mos keladigan ota-ona bo'lsa, o'zi bitada qoladi. Tushunyapsiz-a? To'g'ri keldimi? Bo'ldi. Shunaqa ota-onalar bor. Mana o'zimga ham kelib aytganda, sizni maktabingiz boshqa maktablardan ko'ra qimmatroq. Lekin nimagadir men mana shu yerga bolamni bergim keldi. Chunki u ota-onani qadriyati meni qadriyatimga mos. Chunki shu maktabning qadriyatiga ham mos. Shu maktabning qadriyatiga ham mos. Demak, o'sha o'qituvchilar ham mana jamoa o'sha ota-onaga mos. Agar mos bo'lmasa, u ota-ona o'sha kunda o'zi ketadi-da qaytib kelmaydi. To'g'ri. Bu psixologiya. Biz bu maktabga biz ham mehr qo'yganmiz, Nargiz opa. Rahmat. Va albatta yuqori cho'qqilarni zabt etishingizga biz tilakdoshmiz. Keyingi podkastlarda yana bundanda qiziqarli savollar o'ylab topamiz, xudo xolasa. Yo'q, o'zi mana yana aytib o'tishim kerak. Haqiqatan ham shu bu maktabga kelganda Nargiz opa va Luiz opa chiroyli qilib kutib olishadi. Xuddi haqiqatan ham boyagi intervyuda aytishgandek, xuddi anchadan beri gaplashib, yaqin bo'lgan qarindoshdek chiroyli qilib kutib olasizlar. Lekin boshqa maktabga mana borganman, shunaqa bo'lgan vaziyat borganman. Unaqa iliqlik ko'rmaganman to'g'risi. Men ko'rmaganman. Faqat nima desam ekan, xuddi ular uchun biznesdek xuddi tuyulgan. Yoki biznes yoki unaqa yaqin olib, unaqa ko'rmadim. Bilasizmi, bu mehr bilan qurilgan, mehrda unaqasidan kashf qilingan maktabda. Buni zamirida hamma pedagoglar bu yerda ana bu katta
pul maqsad qilinmagan. Bu yerdan pedagoglar biz o'zimiz qaysidir naqaladan qoqilgan bo'lishi mumkin, qaysidir sinovlardan o'tganda, qaysidir nohaq sinovlardan o'tgan o'qituvchilar yig'ilgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bunaqa holatlar ham bor-da. Sizni mehnatingiz qadrlanmagan joylar bo'lgan. Mana shunaqa joylardan yig'ilib, misol uchun bittasi o'zim. Tushundingizmi? Qoqilib nohaqliklar, adolatsizliklardan keyin o'shandan keyin men rahbar bo'lsam, men maktab ochsam, meni ustozlarim bunaqa bo'lmaydi. Men bunaqa ustozlar bilan ishlayman. Men ustozlarimga nisbatan bunaqa qilmayman. Men bunaqa yondashaman degan maqsadda oching. Maqsad chiroyli qo'yilgan. To'g'ri. Maqsad chiroyli qo'yilganligi uchun ham Xudoga ming qatla shukr gullab yashnayapmiz. Ilohim oxirigacha bo'lsin, niyatingizga yeting, zo'r bo'lib ketsin. Sizni maktabingiz gullasa biz juda ham xursand bo'lamiz. Menga Nargiz opam oxirgi savolimizga mana oxirgi gaplari juda ham yoqdi. Bu maktabni o'sha barpo qilinishida qancha o'sha qalblarni sabrliligi, sinovlardan o'tish, nohaqliklar, shuni evaziga o'sha mehr tafti kelib turibdi bu maktabda. Shunaqada biznes uchun emas-da, bu biznes uchun emas. Haqiqiy biz ta'lim beramiz, sifat qilamiz degan maqsad uchun ochilgan joy. Respekt. Chunki siz o'zingiz o'qituvchisiz, bilasiz-da, baribir yo'nalishingiz shu sizni. Bilaman. Aytayman-ku, qaysidir o'qituvchilar qatori menda ham bo'lganda bunaqa holatlar. Ko'p endi. Tushundim. Studiyamizga xush kelibsiz. Keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Barchangizga rahmat e'tibor uchun. Va hurmatli ota-onalar, bemalol farzandingizni ushbu maktabga olib kelib, barcha informatsiyalarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, xudo xolasa afsus qilmaysiz. O'zim Nargiz opa bilan gaplashib o'zligi olib kelishadi. Shunaqa. Rahmat. Rahmat Nargiz opa. Salomat bo'ling.